Assalamu alaikum, musulmon bir to'g'anlar. Sizlar men Bozor xabar kanali to'g'anlar. Bugun 24 mart. O'sh shahridan kechki rubl kurs baholarini ko'rsatib beramiz. Kechki soat 5 bo'lib qoldi. To'g'anlar bizni 100 ming odam ko'rsatdi, qirg'iz 97% like basmay, подписаться etmay ko'rsatdi. Qirg'iz o'sha like basa ketdingizlar. O'g'ir kelmasa qo'lingizlar uchun tegizga ketdingizlar. Biz bo'lsa boshladik. O'shda kelajakda mana Finkabankda rubl 91 dan alıp 1030 dan satıp жатат. Dollar 91 dan alıp 93 dan satıp жатат Finkabankda. Amna olacakta обмен valyutalarda сұрағандар көп. Ошол жакта да тартып беребиз. РСК банк rubl 90 satılışı 1050. Dollar 92 satılışı 94. Qirg'iz elim like'ты basa ketdingizler. Подписканы, qo'ng'iroqchani qo'shib. Biz обмен valyutalarni ko'rsatamiz hozir. Bunu обмен valyutalarda rublde 92'den alıp 98'den satıldı. 92'den alıp 97'den buna. 92'den alıp 94,5'dan satıyotganlar var ekan rublda Qirg'iz elim. Keremet bankda rubl 85 satvasanlar 1020'dan satып alasыңар. Şunday Qirg'iz elim bugungi O'sh shahrindagi kechki rubl kurs bağlar.